Uka, telefonga olma. Reis bu, qanaqa odamsiz? Men sizga miskinnikiga olib boring dedim. Nimaga bizni o'zimizni opamiznikiga olib keldingiz? Nima sharmanda qilmoqchimisiz bizni? Aka, men sizga aytdim, mana shu cholni aralashtirmaylik, o'zimiz videoga olib berib kelaylik dedim. Raisni bilardim o'zi, ichqoraligini. Endi rais buva, biz aka-ukalarni yig'ib qo'ygan zakotimiz bor edi. Endi kimga berishni biz bilmaymiz. Endi mahallani kattasi siz bilasiz. Uka, kameraga olib tur. Bo'ldi aka. Qani, rais bu qayerga boramiz? Aytavering-chi. Bizni olib borsangiz, biz chiroyli qilib bersak, xursand qilsak, nima deysiz shunga? Bir qishloqqa ehson qilishni o'rgatib qo'yaylik. Juda yaxshi-da. Xalq bilish kerak mana shu narsalarni. Mayli, men sizlarni haqiqiy ehsonni oladigan joyga olib boraman. Muhtoj joyga. Yurmay ketdik. Endi rais buva ehsonni qilib turish kerak. Puli bor odam zakotini vaqtida berish kerak. Mana shunaqa qilib xalqqa ko'rsatib bersak, xalq ham ko'zi ochiladi deymiz-da, ishonch olyapmiz. Ha, to'g'ri. Qanday ibratli inson ekanliklaringni borgan joyda bilasizlar. Shunaqa deng rais bu, bekarga oldingizga kelganimiz yo'q-da biz ham. Sizlar mendan muhtoj insonni uyga olib boring deb so'radilaringmi? Sizlar hijolat qilmanglar. Sizlarning opalaring sizlarga 7 yot begona deb ketganini bilaman. Shuning uchun ham uyim mana shunday holatda turibdi. Agar sizlar bilan oqibati bo'lganda edi, kamida sizlarnikidek uyda yashardim. Shuning uchun ham hech hijolat qilmanglar. Sharmanda bo'lganlaring yo'q. Xalq biladi o'zi hammasini. Pochchalaring tirik bo'lganda ham boshqa masala edi. Ijtimoiy tarmoqlarda ehson qilib o'zingni ko'z-ko'z qilgandan ko'ra, birinchi opangning uyini to'g'rilab qo'ygin. Keyin yarashadi ehson qilsang. Rais buva bopladi-yu, ha? Aka, 10 ta har xil ustani olib kelib ishlatgandan, bitta tulkafonchini olib kelib devorlari bilan, patologlar bilan chiroyli qilib, ko'p yillik qilib remont qilib beraylik. Hali usta aka bordilar, biz uyda ham qilib bering. Juda to'g'ri gap. Muhammad tulkafonchi ekan aytibsan? Telefon qil, haqiqatan. Birala o'tirib qo'ya qolar. Usta aka, meni uyimda ham, akalarimning uyini ham juda ham zo'r, sifatli qilib bergansiz. O'shanga oldingizga kelyapti, opamnikini ham bir chiroyli qilib o'zi o'xshatib bersangiz. Bo'ldi aka, xizmatdamiz. Bo'ldi, o'lchab chiqdim. Jam bo'ldi 2-3 kvadrat material ketadi aka. Bo'ldi aka, unisidan muammo yo'q. Ishingiz sifatli, sizga ishonamiz aka.